66 mingga Farxatskiy bozoridan yo'lli 100 deydi uni. 2 xona remontli uy topib qo'ydim. Ko'rib turganingizdek, bu yoq spalniya qismi. Spalniya juda ham chiroyli. Aboylari qo'yilgan. Romlar akvarom, lyustralar, hamma parda gilamlari hammasi qo'yiladi. Bitga ham gilam qo'yib beriladi. Tak, bu yoq mehmonxona qismi. Ko'rib turganingizdek, remontlari yaxshi remontli. Planirovkasi ichmish smeshka, ya'ni skvazli variant. Bu yoqda ham oynasi bor, bu yoqda ham oynasi bor. Tak, bu oshxona bo'lgan, oshxona balkon chiqarishgan. Bu yoqni unumli foydalanib, ditskiga qo'yilgan. Juda ham chiroyli albatta. Balkon hajmi 1,5 ga 3 balkon. Oshxona bo'lgan. Romlar akvarom. Tak, bu ko'cha qismi. Parizdan kirish juda ham chiroyli, daraxtzor, ekologiya degan, toza havo degan narsa. Parkovkalarda muammo yo'q. Tak, bu uyimizni ipoteka asosida xarid qilsalar ham bo'ladi bu uyimizni. Tak, bu kirish qismi. Sanozorlarimiz alohida. Top-toza. Yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan. Albatta, местный O'zbekiston. Tak, bu uyimizning narxi uy egalari tomonidan 66 ming so'ralyapti. Ozgina kelishiladigan joyi bor. Farxatskiy bozoridan uy qidirayotgan insonlarga bu videoni jo'natib qo'ying. Hammaga rahmat, like bosishni unutmanglar.